Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshılaymiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Tarim neftlikidagi chunqur quduqlar 10 milliardlik saviyada talon-taroj qilinmoqda. Xitoy Sharq Turkistonning tabiiy boyligini talon-taroj qilishda yangi vositalarni qo'llanib, darajadan tashqari chunqur neft tabiiy gaz quduqlarini ko'plab burg'alab chiqqan edi. To'xtovsiz bulang-talongning natijasida Tarim neftligiga joylashgan Bo'ztabi tabiiy gazligining yillik ishlab chiqarish miqdori 10 milliard kub metrdan oshgan. Xitoy tashviqot vositalarining aloqador xabarlarida ma'lum bo'lishicha, mazkur darajadan tashqari chunqur quyuqlantirilgan tabiiy gazlikdagi bulang-talong ko'lami 10 milliard saviyasiga yetgandan sirt bu bir yilda 918.900 tonna quyuqlantirilgan neft burg'alangan. O'tgan 5 yil ichida faqat bu tabiiy gazlik rayonida jami 5.770.000 tonna tabiiy gaz va neft bulang-talong qilingan. Xitoy xabarlarida yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkistonda darajadan tashqari neft tabiiy gaz quduqlarini burg'ulash sur'atining tezlatilganligi, har bir quduqdan o'ttir hisob bilan kuniga 280 kub metrgacha tabiiy gazga erishilganligi, bu yerdagi bir quduqning kundalik tabiiy gaz ishlab chiqarish miqdori 1.680.000 odamning kundalik gaz ehtiyojini qondira oladiganligi bildirilgan. Xitoy tashviqot vositalarining bu yil may oyidagi xabariga asoslanganda Xitoy Tarim neftlikida 8000 metr chunqurlikdagi darajadan tashqari chunqur quduqdan 193 ni burg'alab chiqqan. Darajadan tashqari chunqur qatlamdagi neft tabiiy gaz zapas miqdori Xitoyning butun zapas miqdorining 80% dan ko'pragini egallagan. Bulturqi sonliq ma'lumotlarga asoslanganda bo'lsa, Sharq Turkistondagi boshqa neftliklarni qo'shganda jami 250 dan ortiq darajadan tashqari chunqur neft tabiiy gaz quduqi burg'alangan. Xitoy buni katta natija sifatida tashviq qilayotgan va Sharq Turkistonni taraqqiy qildirayotganligini da'vo qilayotgan bo'lsa-mu, amaliyotda bulang-talong qilingan boyliqlarni Xitoy o'lkalariga to'xtamay to'shimoqda. Bulardan sirt mutaxassislar Xitoyning darajadan tashqari chunqur quduqlarini ko'plab burg'ulash jinoyatining Sharq Turkistonning muhitiga ig'ir ziyon keltiradiganligini, tarim o'ymonligining ekologiyasiga buzg'unchilik qiladiganligini ta'kidlamoqda. Zelenskiy o'zgartirish kirgizilgan urush to'xtatish planini e'lon qildi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Kiyevda muxbirlarga yangi 20 moddalik plan haqida ma'lumot berdi. Bu plan ilgariga Amerika o'tirg'i qo'ygan Rossiyaning bir qism muhim talablariga mos keladigan 28 moddalik planning o'zgartirilgan nusxasi hisoblandi. Navbatda Amerika va Ukraina muzokarachilari tomonidan putishgan bu yangi 20 moddalik planni navbatda Rossiya ko'zdan kechirmoqda ekan. Prezident Zelenskiy oshkorlagan Amerika boshchiligidagi urushni oxirlashtirishning eng yangi planida Ukraina ba'zi yo'l qo'yishlarga erishgan bo'lsa-mu, ammo zamin masalasi va Moskvaning yangi shartlarni qabul qiladigan qilmaydiganligiga qarata yana muhim savollar tashlanmoqda. Zelenskiy yana hujjatdagi ba'zi moddalarning o'ziga yaramaganligini e'tirof qilgan. Ammo Kiyev hukumatı Ukraina qo'shinlarining Donetsk rayonidan darhol chiqib ketishi yoki ruslar egallab olgan yerlarning Rossiya zaminida deb e'tirof qilinishiga munosabatli shartlarni chiqarib o'tgan. Bu plandan yana Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish iltimosidan qonuniy jihatdan voz kechishiga oid talablar chiqarib etilgan. Gerçi hujjatda aniq belgilanmagan bo'lsa-mu, bu taklif yana Ukraina qo'shinlarining ba'zi joylaridan, jumladan o'zi kontrol qilayotgan Donetsk rayonining 20% qismidan chekinib chiqishiga yo'l ochadi ekan. Zelenskiy hozir ruslar bizning Donetsk rayonidan chekinib chiqishimizni xohlaydigan, Amerikaliklar bo'lsa buningga chora tepishga tirishayotgan bir vaziyatda turyapmiz. Ular qurolsizlantirilgan rayon yoki erkin iqtisodiy rayon, ya'ni har ikki tarafni rozi qila oladigan chora izlayotidi, dedi. Rossiya yangi planga texi baho bermagan, ammo Rossiya amaldorlari Yevropa va Ukrainaning o'zlarining nurg'un talablarini o'z ichiga olgan aslidagi Amerika planiga o'zgartirish kirgizishtirishganligini qayta ayblagan edi. Oltin bahosi tunji qatim $4500 dan oshdi. Geopolitikalik va iqtisodiy aniqsizliklar bilan Federativ zapas pul komitetining o'sim nisbatini tövallatish mo'ljarining eshishiga ergashib, oltin va kumushning bahosi tarixdagi eng yuqori chekka yetdi.
Amerika bilan Venezuela o'rtasida kuchayayotgan jiddiychilik va o'sim nisbatining texmo tövəlletilish mo'ljari haqidagi andishalarning ta'sirida 24 dekabr oltin bahosi unsiyasi $4525 bilan rekord yaratdi. Kumush bahosimi yuqori o'rlab tarixiy saviya bo'lgan $72.7 ga chiqdi. Bu yilning 3-faslida Amerika iqtisodining mo'ljardagidan kuchlik eshishidan keyin yer shari iqtisodiy eshish sur'atining ostilab qilishiga bo'lgan andishalar bilan birga 2026-yili qo'shimcha o'sim tövəlletildiganligiga bo'lgan mo'ljarlar ehtiyojni oshirgan. Bu o'rlashning yana bir muhim sababi bo'lsa, markaziy banklarning zaposlarini kuchaytirish maqsadida oltin setib olishi deb qaralmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.